Bugün sen sağ sevgilim. Yaxshi keldilarmi? Aa, yaxshisiz, omonmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Bugun Xush kelibsiz bozorga. Siz xush kelibsiz. Nima? Ha, biznes allaqachonga tushdi. Qalay, rahmat berdim Farida o'zi. Sizni bo'yingiz yetdimi? Chiqdim tepasiga, nima? Yaxshi to'g'ri chaqasiz. Farida mana o'tgan safar kursimiz esingizda bo'lsa agar, o'sha mana bahor siz uchun nima bilan tasvirlanadi? Siz daraxtlar, gullar ochadi. Men uchun mana dovcha bilan dedim. Kimlardir anu tomog'idan bir qanaqadir bir holatlar o'tgan bo'lsa biz uzr so'raymiz. Bitta savolim bor. Mana shu dovchani necha soatda yeya olasiz? Hammasini. Hammasini. Necha soatda? Endi yoqtiraman deyapsiz-ku. Ya bunaqa bilan yana. Ya yeyman. Bunaqa darajada keyin men o'zim topolmay qolaman. Mayli, undan ko'ra sota qoling. Albatta, hurmatli yurtdoshlar, mana bugun kursimizni boshlaymiz. Mana men Farina hamda Dovcha birgalikda. Salomlashing. Assalomu alaykum. Bunchalar zo'rsan kursini qolaversa Milliy telekanalini Abbos bilan Farinani ashaddiy muxlislari, yaxshi kayfiyatda ishlavandalar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Biz kursini boshladik. Tezlashingga qo'lim olib ketdi. Bo'ling endi. Yo'qtiring. Kuchingiz ko'pmi-yu, ha? Bu tashvishlar kuchi ham o'qday. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Bunchalar zo'rson ko'rsatuv yana xonadoningiz mehmoni. Biz Bo'ling. men Farina hamda Abbos Kamtarbek ko'rsatuvni boshlaydi. Shu tezroq boshlamasangiz hozir Dovchani yerdan terishimiz to'g'ri keladi. Shunda 1 2 3 bunchalar zo'rson.